Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 7 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining erkin emirbaqini o'z ichiga olgan 14 nafar muavin raisiga embargo qo'yganligini e'lon qildi. Mike Pompeoning ta'kidlashicha, yuqorqi 14 kishiga Xitoy Xalq qurultiyining doimiy komiteti Hong Kong xalqining Angliya Xitoy qo'shma axboroti va Hong Kong tub qonuniga asosan o'z vakillarini saylashiga buzg'unchilik qilganligi uchun embargo yurgizilgan. Bu Amerika hukumatining tunji qitim Xitoy hokimiyat qatlamidagi bir Uyg'urga Xitoy amaldorlarining qatorida embargo yurgizishidir. Erkin Emirbaqi ilgari Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi, avtonom rayonlik xalq qurultiyining raisi qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, hozir u Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin raisligini atqarib kelayotgan edi. Mike Pompeo bayonotida bugun Tashqi ishlar ministrligining bu nomussiz qilmishlarda mas'uliyati borlarni javobgarlikka tortganligi, Hong Kong davlat bexatarlik qonunining tuzilishi, ma'qullanishi va ijro qilinishiga chetishliq 14 kishining ismi bekitilganligini ta'kidlagan. Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining bu 14 nafar muavin raisi Jiang Chunshan, Wang Chun, Cao Jianming, Shin Yueyue, Jin Bingshan, Erkin Emirbaqi, Wang Yixiang, Wang Dongming, Chindu qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bayonotda bu kishilarga viza embargosi qo'yilib, ular va ularning oila taobatlarining Amerikaga kirishi cheklanganligi, ularning Amerikadagi mol-mulki to'g'ritilib, Amerikaliklarning ular bilan aloqada bo'lishi ma'ni qilinganligini bildirgan.